Bir kuni London politsiyasiga qo'ng'iroq bo'ldi. Politsiyaga kran boshqaruvchisi bog'langan edi. U kranning 50 metr balandlikdagi strelasi uchida turgan yosh qizni ko'rib turardi. Vaziyat o'z joniga qasd qilishga o'xshardi. U politsiyaga hammasini aytdi. Politsiya tezda yetib keldi va oradan 10 daqiqa o'tmay bir o't o'chiruvchi kranga chiqdi. U qiz bilan gaplashmoqchi bo'lganida qiz uyg'oq emasligini sezib qoldi. Qiz 15 yoshda edi va lunatik bo'lib chiqdi. Odamlar somnambulizm holatida juda g'alati ishlarni qilishadi. Uyquda yurish holati ilmiy tilda shunday ataladi. Bundan keyingi voqea ham juda qiziq. 2007-yilda Germaniyada bir yigit 4-qavat derazadan sakrab tushadi. Atrofdagilar unga yordam berish uchun yugurib kelishganda, uning uxlayotganini aniqlashadi. Qo'li va oyog'i singaniga qaramay, u uyg'onmagan edi. Komik aktyor Mark Birbiglining ham shunga o'xshash voqeasi bo'lgan. Tushida unga o'zini nishonga oluvchi raketa uchib kelayotganini ko'radi. Qo'rqqanidan mehmonxona derazasidan yopiq oynani sindirib sakrab chiqadi. Mark esa uyg'onib ketmaydi. Uyg'onmagan holda raketadan qochishda davom etadi. Siniq oynalar ustidan yugurgani sababli tanasini 30 ta chok bilan tikishga to'g'ri keladi. Lekin u komik bo'lgani uchun bu voqeaga hazil bilan qaraydi va shu haqda film ham suratga oladi. Film nomi Sleepwalk with Me, ya'ni men bilan uyquda yuring degan. Dion McGregor bilan bog'liq voqea ham juda qiziq. 1964-yilda Decca Records uning ilk albomini chiqardi. Albom The Dream World of Dion McGregor deb nomlangan edi. Albomdagi 53 daqiqaning barchasi Dion uxlayotgandagi gaplarning yozuvi. Masalan, toplesga yoqqan qismlardan biri. Brown that banana. Brown it. Brown it. Crust it all over with sugar. Dip it in the sugar pot. Dip it in the sugar pot. Okay, now bend over and ram it up your ass. That's right. Okay. Cut that grapefruit in half. Cut that grapefruit in half. Alright. Sprinkle it lightly with sugar. Okay, now lean back and ram it up your cunt. Take that honeydew melon, slice it from stem to stern, salt it a little bit, stick it down in your tits. Take that mango, cool it, peel it, jam it up your ass. Lunatizmning juda g'alati ko'rinishlari mavjud. Odamlar haqiqatdan ham g'alati ishlarni qilishadi. Eng mashhur voqealardan biri Kenneth Parks bilan sodir bo'lgan. 1987-yil 23-may kuni uydan chiqib mashinasiga o'tiradi va 22 kilometr yo'l bosib qaynota-qaynonasinikiga boradi. So'ngra ularga hujum qilib, qaynonasini o'ldiradi va bularning barchasi uyqu holatida sodir bo'lgan. G'alati. Parksning gapiga darrov ishonishmadi. Shifokorlar uni elektrosefaloga EEG tekshiruvdan o'tkazishdi. Natijalar uning miyasida uyqu buzilishiga xos g'ayritabiiy faollik borligini ko'rsatdi. Biroq Parks sudda oqlangan yagona lunatik qotil emas. Birinchi bo'lib bunga erishgan odam Albert Tyrrell edi. 1845-yilda u Bostonlik Mary Bickford ismli ayolni o'ldirib, keyin uning joyini yoqib yuboradi va bularning barchasi uning aytishicha uyqu holatida sodir bo'lgan. Lunatiklar og'riqni, qo'rquvni, uyatni yoki raqam-shafqatni odatdagidek his qilmaydi. Ular tashqi tug'ishlarga ham deyarli javob bermaydi. Shuning uchun ham uyquda jinoyat sodir etayotgan odam o'z qurbonining qichqirig'ini eshitmasligi mumkin. Chunki uning miyasida butunlay boshqa voqea kechayotgan bo'ladi. Go'yoki u ulkan bir maxluqdan qochayotgandek yoki o'z jonini saqlab qolishga urinayotgandek. U o'zini himoya qilayotganiga ishonadi, qo'liga bolta oladi. Ammo aslida vaziyat mutlaqo boshqacha bo'ladi. Yaqinda yaxshi uxlay olmayapman deb shikoyat qilgan do'stlaringizga ham bu haqida aytib bering. Chunki lunatizmning asosiy omillaridan biri uyquning jiddiy buzilishidir. Xo'sh, lunatizm o'zi nima? Lunatizm ya'ni somnambulizm yoki noktambulizm uyqu va uyg'oqlik holatini bir vaqtning o'zida namoyon bo'ladigan noodatiy hodisa. U parasomniya deb ataluvchi uyqu buzilishlari guruhiga kiradi. Lunatizmning aniq sababi hozirgacha noma'lum. Olimlar uning kelib chiqishi haqida bir nechta taxminlarni ilgari surishgan, ammo ularning hech biri hali to'liq isbotlanmagan. Ehtimoliy omillar qatoriga markaziy asab tizimining kech rivojlanishi, chuqur uyqu fazasining ortishi, uyqusizlik, isitma va kuchli charchoq kiradi. Odatda lunatizm odam uyquning 3-bosqichi, ya'ni chuqur uyqu davridan uyg'onishga urinayotganda yuz beradi. Sog'lom holat
holatda miya chuqur uyqudan avval yengil uyqu bosqichlariga NREM 2 yoki REM ga o'tib, keyin to'liq uyg'onadi. Ammo lunatizm vaqtida miya bu bosqichlarni chetlab o'tib, birdaniga uyg'oqlikka o'tishga harakat qiladi. Shu jarayonda go'yoki tiqilib qoladi. Natijada inson tashqi tomondan uyg'oqdek ko'rinadi. Ko'zlari ochiq bo'lishi, gapirishi, boshqalarga javob qaytarishi ham mumkin. Biroq uning ongli fikrlashi deyarli ishlamaydi. Lunatizm vaqtida bajarilgan harakatlar oddiy ham bo'lishi mumkin. Gapirish, shunchaki o'tirish, ko'chada sayr qilish. Ammo ayrim holatlarda ular juda xavfli tus oladi. Masalan, ovqat pishirish, avtomobil haydash, og'ir texnikalarni boshqarish, tajovuzkor harakatlarni qilish. Aslida mavjud bo'lmagan narsalarni ushlashga urinish, hatto qotillik yoki o'z joniga qasd qilish kabi holatlar ham kuzatilishi mumkin. Sizda ham shunga o'xshash qiziq voqealar bo'lsa, kommentariyada yozib keting. Telegram va Instagramimga obuna bo'lishni unutmang.